Sizlarga salom, hammangizga. Bugun men qanaqadir yangi o'yin o'ynayapman. Nomini nimaligini bilmayman. Bunaqa o'yin ekan-ku. Bu o'yin nomini bilmayman-u. Balki zo'r o'yin ekan, menga yoqgan o'yin. Bir, ikki, uch, to'rt. Hozircha obunachilar, men YouTube knopkasini olishga erishyapman. Hozircha hammasi menga yoqyapti, hammasi ungachaman. O'ynashini qaranglar, o'ynashini. Hozircha men ungacha kuchayganimni ko'rsataman. Yaxshi level 18 qilganimdan keyin ko'rsataman. Obunachilar, mana video ko'ryapti hozircha. Men shu levelga keldim. Mana endi bossam bo'ladi. Level 11. Total speedim bor ekan. 55% ega rebirth qildim boya. Keyingi rebirth 2 step ekan. Uning uchun ikkinchi 3 ta ikkita rebirth qilarkanmiz. Bu yo'q o'tirarkanmiz va bo'ldi. Mana bu bola tanishdi YouTuber. Bu YouTuberlar ikkita mana shu yerda YouTuber o'ynayapti. Mana shu YouTuber Dehol Nonoy. Hozircha men shu joyda mana buni olib ko'raman. Nima ekan shu? Join. Aha, buni bosamiz. Yaxshi. Invite. Buni bosib qo'yamiz. Claim qilamiz. Mana buni qo'shib qo'yamiz. Va bo'ldi. Hozircha mana shu ekanda. Hozircha ular qo'shilgan. 25 Winston berdi. Hozircha men boshlayapman. Mana yerdan keyin esa mana boshlanadi hozir. Ungacha mashina pauza qilib turaman, yomon ovozlar eshitilyapti, hal qilaman. Undan keyin esa obunachilar, keyin esa ungacha biz boshlaymiz. Keyin mana shu yerdan keyin esa obunachilar, yonimda bitta do'st bor edi. U ham YouTuber, tanishinglar. Bu esa biz YouTuberimiz, ko'p obunachisi bor. Gapirsin. Gapir. Gapirur. Qo'rqinchli emas hozir. Obunachingami? Video nima qilasizlar? Hozircha shuni deydi. Keyin zo'rdi. Keyin ko'paygandan keyin obunachim. O'shandan keyin do'stlar, lekin bu bari uyda olmayapti, uydan tashqarida olyapti. Hammani o'rtasida hammasi qarab o'tiribdi lekin. To'g'rimi? Jichchamiz qoldik, ikkita qoldik. Keyin u telefonini olib chiqsa, biz u bilan Minecraft haqida video olamiz. Faqat bunaqa o'ldirish o'yinini o'ynamaymiz. O'rniga bu bizni yashab qolishini o'ynaymiz. Mana bu shokoladga o'tib ko'raylikchi. Ovoz zo'r buni. Shunaqa ovoz zo'r ekan. Level 14 bunisi. Bundan ham easy o'tib olish. Hozircha men speedim, tezligim 24 ga ekan. 25 ga endi. Bungacha kuchayib olsam bo'ladi. Bitta kuchayib Afrikaga o'xshab qoldim. Endi mana endi obunachilar, ko'p obuna bo'lib qo'ysanglar, agar 100 ta bo'lsak, men Minecraft haqida video olaman. Do'stlar bo'ladi u yerda, do'stim bo'ladi. O'shandan keyin esa obunachilar yangi video bo'ladi. Yana tushib ketdim. Gapiraverib. Bundan keyin sizlar yangi videoni ko'rasizlar. Shu Minecraft haqida video olamiz. Keyinginchisi esa Robloxda 99 da yashab qolish o'yinini o'ynaymiz. Va hozir men pauza qilaman. Va obunachilar, video boshlandi. Mana endi biz
yangi tapichkada oylik yuribmiz. Sakrashim 23 ekan. Jumpim. Mana bu yerda hech kim yo'q ekan. Bu yerda o'zim qilsam bo'lar ekan. Bu meniki. Mana. Hozircha men shundan keyin zo'r bo'ladi. Kuchayganimdan keyin zo'r bo'ladi. Wow, eng zo'r tapichka bu. Hackerning tapichkalari. Oyoq kiyimi. Bu hacker emas. Menimcha bu ko'zli. Bundan eng zo'risi bu sirli narsa nima ekan? Sirlik narsa ekan. Bunga o'tish qiyin ekan. Voy, Rebirth esimdan chiqdi. Hozircha tezligim yaxshi. Bu kim? Pro Knife ekan. O'tamizda. Hozir biz shu yerda mazza qilamiz obunachilar. Yangi videodan keyin eng zo'ri bu. Bitta Minecraft haqida video olishimiz mumkin va obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar shu videoga. Undan keyin esa bu o'yinning ikkinchi qismi chiqadi va Minecraft bu birinchi qismi chiqadi, keyin ikkinchi qismi ham chiqadi. Obunachilar shu joyida kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hozircha biz shu zo'r o'yinda o'ynayapmiz. Undan keyin esa ikkinchi dunyoga o'tayotganmiz. Sen ertaga aytaveraymi? Nima ekan? Hozir videoning 2 soatlik qildingmi yoki hozir boshladingmi? O'sha savol meni qiziqtiryapti. Nima ekan? Hozircha Rebirth orqaga qaytarsa bo'lar ekan. Bu Roblox ekan. Avuram bor ekan. Yo'q. Beri hammasi pulli do'stim. Bular nima? Tapshiriq. Wow. Bunisiga qiziqib ketyapman. Bular Robloxli. Hozircha nima? Ismim so'rayaptimi? Meni ismimmi? Hozirmi? Spider. Unda yozilmaydi do'stim. Spider uzbe deb yozib qo'yganman bunga. Olinmayapti hozircha. Haqiqiy ismi shu. Eng haqiqiy ismim esa buni aytaman. Faqat obuna bo'lib qo'yinglar. Undan keyin aytaman. Shundan keyin esa shu o'yin ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar obuna va bosib qo'yinglar. Hozircha Rebirth'im yaxshi. Undan keyin level 40 bo'lsam, speedim hozircha 24 ga kuchayibdi. Munda qilamizda. Shu joyda mazza qilamiz. Hozircha shu joyda esa mazza qilamiz. Bu balerina cappuccino'ni ko'zini qaranglar, ishib qo'ygan. Bu easy. Easy narsani o'tash. Easy'ga o'tdim. Bittadan bosdik. Keyin bu nargi joyga ham o'ta olamiz. Hozircha tayyorlanamiz. 1 2 bo'lardim. Mazza qilib o'tamizda shu yerdan. Keyinchisi nima? Level 16. Endi bor yo'g'i shuncha level. O'ta olaman. Omad. Erling Haaland. Nima bu yopilyapti? Necha level ekan? 18. Buni ochib qo'y. Hozir yaxshi narsa bu. Tezlik kerak. Hozircha biz necha bo'lsa olishimizni bilaman. Level 20 ekan. Bu yerda level 20 da o'talar ekanmiz. Bunga easy o'taman hozircha. Easy bo'ladi bunisi. Voy, level 22. Meni aldayaptimi bular?
Yo'g'ida menga shunaqa sezilyapti. Tink, tink, tak, 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 tak. Bunisi level 25. Menda bor yo'g'i shuncha level qilsam ekan. Yaxshiyamki bu yerda level qilsam bo'lar ekan. Bitta level tez bo'ladi. Hozircha level 25 bo'lsa, hozircha biz Sekin bos. bittadan bosib o'tish kerak obunachilar. Level 29. Voy. Oh, ko'rdinglarmi nima qilganimni? Bunisi endi oshishdi. 300 Winston olamiz. Bu men voy yana AFK bo'lyapman. Bu esa men hali bunga erishmadim. Yordam beringlar dedi. Qanday chalar? Nega ololmayapman shu joyda? Balkim obunani bosmadinglarmi? Chunki men ololmadim-ku. Qanday obunani bosib qo'ysanglar, men shu joyda o't olardim. Keyin vinsim ko'payardi. Menga vins kerakdi ko'proq. Eng ko'pi sizlar keraksizlar. Hozircha bizga ko'proq vins kerak. Bittadan bosib o'tsanglar, keyin narigi betiga ham o't olasizlar. Bunisi 15 vins ekan. Bunisidan easy o'tdim. Hozir qo'lim og'riyapti hozircha. 25 vins bor ekan. Mayli o'tiraman. Oh. Bunisi 35 vinsdanmi? Mana aldyaptim hozircha men tayyorlab olay. Turundan ko'ra. O yaxshi. Ana ochilib yopildi. Undan keyin biz yangi videoni ko'ramiz. Zo'r-ku bu. Sekin ekan. 45 vinsdan bu bor yo'q kam-ku. Yaxshi, hozircha bu nima? Izi qolyaptimi? Menda ham iz qolyapti, maqtanmasin. Rangli iziga ham. O'ynash chiqaringlar, o'ynash. Men bekonni qaranglar. Kiyimimiz bir xilga o'xshab ko'rindi voy. Bunga yetadi. Yangi tapichka 87 midi? 111 ekan. Rebirtimiz 30 level qilsak, shundan keyin video to'xtaladi. Hozircha biz xayrlashamiz obunachilar. Hammaga xayr va keyingi qism o'tkazormanglar. Bu keyingi qism o'tkazorgan yutqizadi va hammaga